Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilar, bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozor Navoiy mahallasidan 7,3 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Bu joyimiz tuman markazi Yangi bozorga 1 kilometr, Yangi Toshkent hududiga o'tish ehtimoli juda ham yuqori. Mana shundan to'g'ridan 1 kilometr pastdan o'sha qurilish ishlari boshlanib ketgan Yangi Toshkentda. Fasadimiz 21 metrga 35 metr bo'lyapti. Ichkarisiga yashash uchun 3 xona 4 xonali uylar bor. Joyimiz tekis kvadrat joy. Hamma kommunikatsiya xizmatlari o'tkazilgan. Tekis joy ko'rsalar bo'ladi. Bu joyimiz narxi hozir juda ham bir optimalniy narxda qo'yilgan. Har bir sotiga yer narxida 12 ming dollardan so'rashyapti egalari. Kelib ko'rib yana ustida gaplashsanglar bo'ladi. Ozgina ko'rasizlar, tekis kvadrat joy. Yashab turishga joylari bor. Bu yerga kelib bu hovlimizni ikkitaga bo'lib o'rsa ham bo'ladi. Fasadimiz qulay joylashgan. Uyimizning narxi kimga yoqqan bo'lsa, ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqib, yana batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.